Biz bugün dünya tariximizde muhim ve zor utuqları bilen insaniyet sağlamlık sahasiga yeni tadqiqot ve bayqashlarni o'ttirib qo'ygan, shundaqla islom ilmlarida voyaga yetgan bir qo'lida insoniyat manviyatining doğrusini, yana bir qo'lida bo'lsa jismimizning doğrusini ko'targan olim va fiqhishunos Ibn Nafs bilan tanishib chiqamiz. İbn Nafis miladiya 1210-yili Dimashqda tug'ilgan bo'lib, shu yerdagi ulamolarning tarbiyasi ostida cho'ng bo'lgan. Uning to'liq ismi Abul Hasan Alauddin bo'lib, Ibn Nafis degan laqab bilan mashhur bo'lgan. U shu davrdagi bir qanchilg'an sohalarda tang yetishib chiqqan yetuk musulmon ulamolarning biri bo'lib, u dangliq olim, doktor va yozuvchi bo'lgandan sirt, odam badanining fiziologiyasi ilmida ko'zga ko'ringan, uningdan boshqa dangliq qonunshunoslarning biri, faqihlarning biri edi. U Shofiiy fiqhisi tadqiqotini cho'nqur o'rganib, bu sohadagi so'zi dalil bo'ladigan kishilarning biriga aylangan. Uningdan boshqa tafsir, hadis, falsafa, mantiq, arab tili, adabiyot va grammatika qatorliq fanlarni Dimashqda o'rgangan. Ibn Nafis Dimashqdagi Al-Bimariston Al-Nuri, ya'ni Nurliq doktorxonasida meditsina kasbida o'qigan. U Dimashqlik doktor Ibnul Dakvarning o'quvchisi bo'lib, u o'zining anatomiya va davolash usuli bilan nom chiqargan edi. Ibn Nafis bilim saviyasini texmo oshirish uchun Misrga ko'chib boradi. Sultan Qalovun qurgan Nasiriy doktorxonasida doktor bo'lib ishlaydi. Ba'zi manbalarda shu doktorxonaning mudiri bo'lgan deyilgan. Uningdan boshqa Mamluk sultoni 1-Barbarisning shaxsiy doktori bo'lgan. Ibn Nafsning eng mashhur asarlaridan biri uning Ibn Sinaning Al-Qanun fit Tibb, ya'ni meditsina haqidagi qonun nomli kitobini sharhlayshi bo'lib, bu sharhi anatomiyalik nurg'un yangi to'liqlashlarni va tuzitishlarni o'z ichiga olgan. Buning ichida eng muhimi kichik qon aylanish va tojismon arteriya to'pi va ularning qandoq ishlaydiganligi haqidagi bayqishi edi. Uning qon aylanish sistemasini bayqishi uning eng muhim muvaffaqiyatlarining biri deb qaraladi. U vaqtlarda umumlashgan fikr bo'lsa, qon jigarda hosil bo'ladi va uningdan yurakning o'ng dalanchisiga yetkaziladi, ondan tumurdan badanning har qaysi joylariga oqadi degan nazariya edi. Ibn Nafsning nazariyasi bo'lsa, yurak o'ng dalanchisi qonni oksidlanish uchun o'pkaga siqib chiqarib beradi. Qon o'pkaga siqib chiqarilgandan keyin pokiz havo bilan oksidlanadi. Yurakning so'l qirinchisi qonni o'pkadan tortib akilib, so'l dalanchaga o'tkazib beradi. Oxirida bu sap qonni so'l dalancha aorta qizil qon tomiriga siqib chiqarib, butun badanni mo'l uzuqliq va oksigenga to'yingan sap qon bilan ta'minlaydi. Shundaqla yurak va o'pkaning bu xil faoliyati inson hayotli bo'ladigan uzluksiz davomlashib turadi degan. U yana o'ng yurak dalanchisi bilan so'l yurak dalanchisini ayiradigan ayrig'icha tomning borligini isbotlagan tunji kishi. Ibn Nafis tumurdagi qonning eqish jarayoni va uning badandagi eqishini inchga tadqiq qilgandan keyin kichik qon aylanish nazariyasini o'ttirib qo'ydi. Ibn Nafis g'arb dunyosidagi ingliz meditsina olimi Harvey va Ispaniyadagi olim Servetos'dan 300 yil burun bu bayqashni o'ttirib qo'ygan. Ibn Nafis qon aylanishini bayqagandan boshqa tibobatchilik sohasida nurg'un muhim muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan. Masalan, Ibn Nafis insonlarning anatomiyasini tushunish uchun selishtirma anatomiyani tadqiq qilishga boshlagan. U yurak anatomiyasidagi galinning xatoligini tuzitib, yurak muskul tiqilmasidan yurak muskullarini uzuqlantirish to'g'risida tunji yangi tadqiqotni o'ttirib chiqargan. Ibn Nafis ko'zdagi ko'rish quvvati haqida tadqiqot olib berib, ko'zning ko'rish mashinasi ekanligini, ko'rish fiziologiyasida to'g'ri nazariyalarning borligini, buningdan boshqa tasavvur uqumi va ko'rish uqumi va ularning farqi haqida alohida nazariyalarni so'zlagan. Ibn Nafisning tuz iste'mol qilishda o'ttirganlikning zarurligi, shundaqli tuzning xatiri va u keltirib chiqaradigan yuqori qon besimi haqida tunji bo'lib so'zlaganligi isbotlangan. Ibn Nafis dori ishlatganda diqqat qilishga tegishli shartlarni, jumladan dori ishlatishning muvofiq vaqti va miqdoriga alohida ahamiyat berish kerakligini so'zlagan. Ibn Nafis arteriya tumurining anatomiyasi, nafaslanish sistemasi va kekirda qatorliqlarni alohida farqlantirib tushundirgan. U meditsina va boshqa fanlarda nurg'un kitoblarni yozgan bo'lib, tibobat haqidagi bir qancha kitobi bilan tanishib chiqamiz. Ibn Nafsning Ash-Shamil fi Sinaatut Tibbiya nomli kitobi bo'lib, u shu davrdagi insoniyat tarixidagi bir odam yozgan eng cho'ng hajmlik ilmiy qomus edi. Bu kitob 300 tom bo'lib, Ibn Nafs hayot vaqtida 80 tom ratlanib chiqilgan. Sharhut Tashrih Al-Qanun, ya'ni Ibn Sinaning Al-Qanun fit Tibb nomli kitobining sharhisi bo'lib, bu kitobni sharhlash jarayonida Ibn Sinaning ba'zi xatoliklarini tuzatgan. Uningdan boshqa bu sohada biz so'zlamagan nurg'un kitoblari bor. Ibn Nafsning meditsina sohasida yaratgan töhfasi uchun uni ikkinchi
ibn Sina deb qaralgan. Ibn Nafis milodiya 1288-yili Misrda 88 yoshida vafot bo'lgan. U vafot bo'lgandan keyin nurg'un pul mol qoldirgan. Kitoblaridan boshqa yana o'zi ishlagan Mansuriy doktorxonasiga bir vaqf qoldirib qo'ygan. Oxirida Alloh taolaning bizlarning ichimizdami dinini bilgan, insoniyatning ruhiy va jismiy sog'lomligi uchun tuhfa qo'sha oladigan yaramli kishilarni chiqarib berishini so'raymiz.